Oldin biz Qashqar qishlog'ida reklama qilgan Uyg'ur somsamiz endi yangi lokatsiya, yangi manzilda ekan. Moshina bozorga yetmasdan bitta zapchast bozor bor. Kirorushda Osh kafesida ekan. Osh kafesiga ko'chib kelgan ekan. Kelorasa ashi mazza, ashi tam, ashi narx. Somsamiz, Uyg'ur somsamiz qo'y yog'i, qo'y go'shtida bor yo'g'i 40 so'm. Keyin bizni bu Tohirjon favorimiz aytish bo'yicha kimda kim meni nomimdan keladigan bo'lsa, o'zi somsa 40 so'mdan. 10 ta somsaga bitta qo'shib, 10 ta somsa olganga bitta somsa qo'shib berar ekan. Keyin yana haftada yangilik, endi shashliklarni tandirda. Tandir shashliklari xudo xolasa Zarchas bozorda. Kelaverasizlar. Bizni ish vaqtimiz ertamangi soat 10 dan kech paytga 5-6 gacha ekan. Zapchast bozorda savdo qilayotganlarga bitta telefon raqam tashlab ketamiz. Messelarni joylar aytadigan bo'lsalar, olib borib ham beraveramiz. Tundoqdan kirishda negativchilar uchun 40 so'mlik somsa qanaqa ichida nima bo'lar derganlarga men qarab 40 so'mlik somsamizni ichida mana go'sht. Bu haqqoniy qo'y go'shti. Va yana qaranglar, kimda kim men nomimdan keladigan bo'lsa, 10 ta somsa xarid qiladigan bo'lsa, bitta somsa sovg'a ekan. Bunaqasi qayerda bo'ladi? Albatta Tohirjon somsaxonasi bo'ladi. Undan tashqari bu yerda o'zimizning natsionalniy hamda yevropeyskiy ovqatlarimiz ham bor ekan. Nafaqat somsa, bu yerda tez kunda tandir kabob, tandir shashlik va hozir ayniqsa somsamiz va milliy ovqatlarimiz bor. Kelaverasizlar, Zapchast bozori Osh kafesi.